Qorninglar yaxshimi sizlar? No, men чисто o'zimga ради интереса olgan edim. Bitta chiqqanlarda, men aytdim, barter reklama qilmaymiz. Это не оплаченная реклама, hech kim bunga soqit to'lamagan. Просто действительно juda ham ko'p qizlar hadeb ersak durganlarga qiziqishib, produksiyasi bilan qiziqishuvdim. Ну, смотрите, pastasiga hali yetib bormadik, chunki biz zapas bilan uyda olamiz, pasta hali tugagani yo'q. Вот это вот я massaj qilaman. Buni 2-3 tomchi oddiy bodam yog'iga tomizamanda yoki kremaga, detskiy kremaga tomizib, bolalarni oyog'iga massaj qilaman. Rosa zo'r narsa bu. Buni ichsa bo'ladi deyishgan, lekin men ichib ko'rmadim. Massaj uchun olganman buni. Agar siz mana bu krem aytayotgan bo'lsangiz, men ishlatib ko'rganim yo'q, chunki men bilasiz tizzam yomon og'rirdi. Lecheniyasini topdim. Prosta qimillab, sakrab, oyoqni тазовый dnoni ishlatish kerak ekan. O'shanda tizza ham o'tib ketar ekan. Bunga ishim tushgani yo'q. Bu qaynamda endi xudo xolasa qilib ko'rib, keyin sizga aytaman. No, это, конечно, zo'r narsa. Men ichdim. Bemalol o'zi. Вот это вот zo'r narsa. Buni men misol uchun o'zi batla rekomendatsiya qilsam, faqat o'zim ichgan bilganlarni bilasizlar, men bo'lsa batlarni hammasini olmayman. Lekin вот это вот qora sedana yog'i. Jig'ildonimni lekin hali qaynatmadi. Bir haftadan beri ichyapman. Jig'ildonimni qaynatmadi, qo'ynimni aytmadi. Rezultatlari inshaalloh bo'lib qolar yaqinda. Ну и, конечно же, мои любимые кофе-валарым. Ну, bu 3 в 1, bu 4 в 1. Mazasiga gap yo'q. Такой вот энергичный, menga juda ham yoqdi. Вот. Gap bo'lishi mumkin emas. Kofesini прям рекомендую. 10 из 10 deydi-yu. Men bu ham пока 10 из 10, hay vaqt o'tsin tugatuvchi bir gap bo'ladi. Но men massajga просто kimdir maslahat berganda ishlatuvdim, поэтому попробуйте тоже, почему нет, пока бы, да. А вот bu ikkitasi hali ishlatib ko'rilmagan. Hammasini men shu qizdan zakaz qilganman. Для пробы. Skidkalaringiz bormi? Qilib berasizmi qizlarimga?